2017 buyon Uyg'urlarning namoz o'qishi cheklangan bir qism masjidlarning Xitoy sayohatchilariga echib etilganligi, hatto bir qism masjidlarning Xitoy sayohatchilari ko'ngil ochadigan bazmixonalarga aylantirilayotganligi oshkorlanmoqda. Bu haqaratlik ko'rinishlar chat ellardagi Facebook qatorliq ijtimoiy aloqa manbalarida oshkorlangandan keyin buningga qarata chat ellardagi Uyg'ur jamoatining qattiq inkosi va g'azabi qo'zg'almoqda. Bu xabarlarni ko'rib, nayt ko'nglimiz yerim bo'ldi. Albatta, bizning tariximizning yaldamisi bo'lgan muqaddas masjidlarimizda ibodat qilishimizni cheklagandan boshqa Xitoy hukumatining maqsadli holda masjidlarimizni o'yin tomoshaga, usul va ko'ngil ichish yerlariga aylantirib qo'yishi bizni nayt g'azablantirdi. Hozirgi vaziyatda shu Xitoylar bizning muqaddas bo'lgan masjidlarimizda shu bazmaxona va yoki shu usullarni o'ynatish orqali barliq qiliqsiz inson va musulmonlik uyg'un bo'lmagan Uyg'ur jamoati va Uyg'ur mu'min musulmonlarning yuziga haqorat bo'ladigan muqaddas joylarimizda shunday nopok ishlarni qilish orqali bizning dushmanimiz Xitoylar tomonidan bizlarga bir haqorat ham shundaqla butun muhojirat yashayotgan Uyg'ur musulmon jamoatligimi bu ko'tagisiz bir haqorat ish. Shundaqla butun dunyo musulmonlarining bizning vatanimizda qirilayotgan qarindoshlarimizdan sirt mana bu muqaddas biz Ka'badek ulug'laydigan Allohning beyti deb ta'riflaydigan bizning masjidlarimizga hozir haqorat qilayotganlarga butun dunyo musulmonlari qarab turmasligi kerak deb o'ylayman. Bir tal Qur'on ko'ydirildi deb butun dunyodagi musulmonlar namoyishlar o'rinlashtirayotgan, noroziligini bildirayotgan shunday bir mazgilda minglarcha Qur'onlarimizni ko'ydirayotgan, masjidlarimizni chiqayotgan Uyg'urlarga har qanday ibodatni cheklab, turmalarga, jazo lagerlariga solab qiynayotgan, zulm qilayotgan Xitoy hukumatiga qarshi chiqish tugul sukutda turayotgan musulmon davlatlaridan noiti seskandoq desam eg'ir ketmaydi deb o'ylayman. Albatta bu har qanday bir Uyg'urning titan tomiriga tegadigan, har qanday bir Uyg'urni, bir musulmonni g'azablantiradigan bir voqea. Bu mana degan vaqtida ham Uyg'urga, ham musulmon dunyosiga qilingan haqorat dafsanlichilik. Lekin har vaqt islom diniga xilof qilmishlarni qattiq ayblab kelgan islom hukumatlari Xitoydan keladigan manfaatni ko'zligini uchun yillardan buyon Xitoy hukumatining islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'urlarga qilgan zulmlariga, jumladan Xitoyda islom dinini xitoylashtirish qilmishiga sukut qilishni tanlab kelgan. 这段旅程将被库车大肆的青砖记得。